umumiy bog'lar sonini hisoblang deyilyapti. Bog'lar dimetil efiri umumiy SH3 O SH3 holatda yozamiz, to'g'rimi, empirikda. Endi buni uni yig'ma umumiy sochib yozishimiz kerak, ya'ni bog'lar sonini hisoblash uchun. Umumiy metil radikali bo'lgani uchun uglerodga vodorodni 3 ta yozib olaman. Bunga kislorod kelib birikyapti, yana metil radikali bo'lgani uchun H yozib olaman. Bog'lar umumiy bog'lar sonini hisoblang deyilyapti. Hammasida sigma bog' bor, to'g'rimi? Hisoblayapman. Mana 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta bog'i mavjud. 8 ta bog' javobimiz A javobga to'g'ri keladi. Keyingi hurmatli abituriyentlar, dietil efiri umumiy bog'lar sonini hisoblang. Xuddi shunday ishlanadi, ya'ni C2H5 O C2H5 bo'ladigan bo'lsa, umumiy tuzilishi bo'yicha yozib qo'yapman. Dietil efiri bo'lgani uchun bu 12-savol. Yozyapmiz bolalar, qaranglar. 2 ta uglerod, bularga bilamizki, vodorod birikadi, jami 5 ta vodorod bo'lishi kerak. C2H5 radikal bo'ladigan bo'lsa, endi buni to'g'ri kislorod kelib birikadi. Yana xuddi shuni yozib qo'yaman. 2 ta uglerod, bunga 5 ta vodorod yozaman. Vodorod 14 ta bo'ladi. yozaman. Endi tushunmadim. 14 ta bo'ladi. 14 ta bo'ladi bog'lar soni mana. Hammasi sigma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ta bog' bo'ladi. Jami bog'lar soni 14 ta. S javob. Bog'lar xuddi shunga o'xshash 13, 14 va 15-savollar xuddi shunga o'xshash. Endi bizda 14-savolda orbitallar sonini hisoblang deyilyapti. 14-savol bo'yicha orbitallar sonini hisoblashda nima qilamiz? S-burchlarni 4 ga ko'paytiramiz. To'ppa-to'g'ri. Bolalar, umumiy dietil efiri umumiy formula bo'yicha mana yozib ham qo'ydim. Tuzilishi bo'yicha dietil efirini bizda bog' hosil qilishda ishtirok etgan orbitallar sonini hisoblang deyilyapti. Bizda bilamizki 4 ta uglerod bor. 4 ta uglerod hammasi qanday gibridlangan bo'ladi? S3. sp3 gibridlangan bo'ladi. sp3 da nechta orbital bor? 4 ta. 4 ta orbital bor. Demak, umumiy hisoblaydigan bo'lsak, uglerod mana shunday umumiy bo'ladigan bo'lsa 14. Bizda bog' hosil qilishda ishtirok etgan orbitallar so'ralyapti. Jami 14 ta bo'ladigan bo'lsa, 2 ga ko'paytirib qo'ysa ham bo'laveradi. Xo'p, qaranglar hurmatli abituriyentlar, bu yerda kislorod ham bor gibridlanish bo'yicha. Endi bizda bog' hosil qilishda ishtirok etgan 2 m holatda olsak bo'laveradi. Endi 2 mda ko'paytirib olamiz, bog'lar sonini 2 ga ko'paytirib qo'ysak bo'ldi, javob chiqaveradi. 14 ta bog'lar soni edi. 14 2 ga ko'paytiradigan bo'lsa necha kelib chiqadi? 28. 28 ta bog' bo'ladi. Javobimiz A javobga to'g'ri keladi.